Xo'p, ikkinchi masalamizni boshlaymiz. Kunlar sovuq. Hamma yaxshilab qalingina kiyinib yursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, ikkinchi masalamiz. Buyum 10 metr balandlikdan gorizontal otildi. Uchish vaqtini aniqlang. Bitta qoida bor. Qoidaga muvofiq jismni erkin tashlab yuborsak va gorizontal uloqtirsak bir xil vaqtda tushadi. Ya'ni vertikal harakatdagi tushish vaqti formulasidan bemalol bexijolat foydalansak bo'ladi. Xo'p, demak, tushish vaqtining formulasi T teng ildiz ostida 2h taqsim j. Xo'sh, T teng ildiz ostida 2 ko'paytirilgan 10 taqsim j ning qiymati taqriban 10 ga teng. Bu yerdan qisqarib ketsa javob ildiz ostida 2 sekund. Taqriban 1,41 sekund. Mana shunaqa gaplar.